Hozir kim bo'ldi yana? Yana sizmi? Qo'shni keling. Ya qo'shni futbol boshlanishini tezda televizoringizda ko'rib oling. Ha, kiring. Kelmay yurgan joyingizmidi? Yana sizmi? Qo'shni keling. Qo'shni yana bezovta qildi. Kirlarimiz ko'payib ketdi. Shuni mashinadan yuvib olaylik endi. Hozir ana sizmi? Ha? Havolasi ketdi-da. Shu konserningizda dam oling, spalningizda. Ha, kiring, uxlang, dam oling. Siz uyingizga bo'lib qoldi, betam. O'zi ko'nglim sezadi. Keling. Qo'shni go'shimiz shunday xolodilnigingizda turib tursin, yomon bo'lib qolyapti. Xolodilnik olsangiz bo'lmaydimi, qo'shni? Qachongacha men saqlab beraman sizni go'shingizni? Pul yo'q-da. Go'sht olishga plyus bor, a? Xolodilnikka plyus yo'q. Necha kilo go'shingiz o'zi bir oyda? 6 kilo yeymiz. 6 kilo go'shingizni. Men 2,5 kilo yeyman bir oyda. 3 kilo go'sht puliga xolodilnik olsangiz bo'ladi-yu, qo'shni. Insof ham kerak odamga endi. Qayerda bor ekan 3 kilo go'sht puliga xolodilnik? Mas ko'rsam. Yur. Dega o'zi ham yomon bir kirra odamsizda qo'shni. Shuncha plyus bor. Bu magazinning nomi Turkiston. Kelib muddatli to'lovga boshlanishiga 1 so'm pul to'lamasa, xohlagan texnikangizni olib ketishingiz mumkin. Mana, konditsioner kerakmidi? Olib ketaverasiz. Mana, xolodilnik kerakmidi? Mana, tanlab bemalol olib ketaverasiz. O'sha aytilgandek 441 ming so'mdan boshlanadi 3 kilo go'sht puliga. Nimaiki texnika bo'lsa kelaverasiz. Boshqa meni boshimga qotirmang. Tushundingizmi qo'shni?